Qachon bodomsimon bezlarni olib tashlash, ya'ni tanzilektomiya operatsiyasini o'tkazish kerak? Bemorlar tomoqlari ozgina og'risa ham darrov operatsiya haqida o'ylab qolishadi, lekin zamonaviy tibbiyotda operatsiya uchun aniq belgilangan mezonlar bor. Birinchi holatda juda tez qaytalanadigan angina. 1 yilda 5-6 martagacha angina bo'lishi, ya'ni tomoqning yiringlab ketishi bu operatsiyaga ko'rsatma hisoblanadi. Ikkinchi holatda bodomsimon bezlar kattalashib, nafas olishni qiyinlashtiradi va uyqu apnoyisi ham chaqirishi mumkin. Uyqu apnoyisi bu uyquda ma'lum bir muddatga nafasni to'xtashi. Bu holat ham operatsiyaga to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma hisoblanadi. Uchinchi holatda paratanziliar abses. Bodomsimon bezning atrofida ma'lum bir bo'sh joylar bor. O'sha joylarda yiring massasining yig'ilishi. Bu ham operatsiyaga ko'rsatma hisoblanadi. To'rtinchi holat konservativ davo yordam bermagan surunkali tanzilit kasalligi. Bunda ham bodomsimon bezlarni olib tashlash kerak bo'ladi. Yuqorida sanab o'tilgan holatlardan sizda birortasi kuzatiladigan bo'lsa, siz operatsiya qilishni rad etsangiz yoki kechiktiradigan bo'lsangiz, kasallik organizmda qaytarib bo'lmas asoratlar chaqiradi. Agar sizda lor a'zolari bilan bog'liq muammolar yuzaga keladigan bo'lsa, Nasafmed klinikasiga murojaat qiling.